Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Qalbga taskin bitiklar kitobidan bir qiziqarli qismini o'qib beraman. Bir tinglab ko'ring. Er va psixolog o'rtasidagi suhbat. Muammongiz nima? Charchoq va og'ir ish. Nima ish qilasiz? Bankda hisobchi. Ayolingiz nima ish qiladi? Ishlamaydi. Uy bekasi. Kim ertalab sizni va farzandlaringizni uyg'otib, barchangizga nonushta tayyorlaydi? Ayolim, chunki u ishlamaydi-da. Ayolingiz qachon uyg'onadi? Sizchi? Ayolim ertalab 5 da, men esa 7 da uyg'onaman. Chunki u bolalarni maktabga hozirlab, bizga nonushta tayyorlaydi. Bolalarni maktabga kim olib boradi? Ayolim, chunki u ishga bormaydi. Ayolingiz bolalarni maktabga olib borgandan keyin nima ish qiladi? Siz nima qilasiz? Uyga qaytib tushlik tayyorlaydi, kiyimlarini yuvadi, uyni supuradi, farzandlarning qaytishini kutadi. Ishlamaydi-da. Shuning uchun bu yumushlarni qiladi. Men esa peshindan keyin soat 3 gacha ishxonada bo'laman. Kechqurun ishdan qaytganingizda nima qilasiz? Ayolingizchi? Mashaqqatli ish kunidan so'ng ovqatlanib biroz dam olaman. Ayolim bolalarimning uy vazifalarini qilishga qarashib yuboradi. Keyin choy damlab kelib, birga choy ichish uchun meni uyg'otadi. Shundan keyin kechqurun siz nima qilasiz? Ayolingizchi? Gazeta o'qiyman, televizor ko'raman, yangiliklar bilan tanishaman. Ayolim idishlarni yuvadi, uyni tozalaydi va bolalarimni uyquga yotqizadi. Endi aytingchi, psixolog maslahatiga kim kelish kerak? Sizmi yoki ayolingizmi? Ko'proq kim dam olish kerak? Sizmi yoki ayolingizmi? Erta tongdan to kechgacha tinmay mehnat qilgan ojiza insonni ishlamaydi, ishsiz deyishga uyalmaysizmi? Ish soatisiz, maoshsiz, texnika xavfsizligisiz, mukofot pulisiz, tashakkursiz ishlaydigan va bundan shikoyat qilmaydigan, tashlab ketib qolmaydigan insonni ishlamaydi. Ishsiz deyishga uyalmaysizmi? Onalar, opalar, singillar, xotinlar, qizlar tinim bilishmaydi. Yana ularni bekorchi deyishadi. Azizlar, ish qilmaydigan, ya'ni davlat ishda ishlamaydigan, insonlar orasida, uy bekalari orasida shunday guruhlar borki, eri olib kelgan mahsulotni, eri topib kelgan pulni, mahsulotlarni normal ishlata olmaydi. Tuzuk ovqat qila olmaydi. Lekin shundaylar borki, tinim bilishmaydi, qattiq mehnat qilishadi. Haqiqiy, farosatli, dono, farzandiga haqiqatdan tarbiya beradigan, o'qishiga befarq bo'lmaydigan uy bekasi bo'lgan ayollar qanday zo'ring. Sizni mana shu ishingiz juda ajoyib, juda sharafli ish. Uy bekasi bo'lish oson agarda ahmoq uy bekasi, sifatsiz uy bekasi bo'lsangiz. Lekin uy bekasi bo'lish oson ish emas. Agarda haqiqatdan zo'r uy bekasi bo'lsangiz. Sog' salomat bo'linglar.